Qalbni shifosi duo va tazarruq qilish, gunohlarni to'xtatish. Ya Alloh bizni qalbimizni o'zingni diningda sobit qilgin deb duo qilishni Rasululloh alayhisalom o'rgatganlar. Yana boshqa duolari bor. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, qalblarni buruvchi zot, qalbimizni ibodating tomoniga burgin deb ko'proq duo qilishlik ham qalbni poklab turar ekan. To'rtinchisi amallarni maxfiy qilish. Ayrim paytlarda xilvatda qilish azizlar. Ba'zi amallar borki bu maxfiy qilinadi. Masalan, ihsonlar, yaxshiliklar, nafl ibodatlar, bular hammasi o'sha xilvatda qilinsa, insonning qalbi pokiza bo'lar ekan, shifo bo'lar ekan. Chunki riyoda hech qanday savob yo'q. Xo'ja ko'rsinlikda hech qanday savob yo'q. Va beshinchisi inson o'zini o'zi tergab turish. O'zi har kuni ulug'lar tun bo'lganda o'ziga o'zi savol berar ekan. Qani bugun menda ikkita daftarim bor edi. Bitta daftarimga savob yozilardi, bitta daftarimga gunoh yoziladi. Qaysinisi ko'proq yozildi ekan deb o'zini o'zi tergar ekan. Agar savobi bugun kam deb u topgan bo'lsa, yig'lab Allohga iltijo qilar ekan. Ana shuning uchun inson o'zini o'zi tergab turishligi kerak. Yana qalbni pokiza va illatdan saqlaydigan narsa fitna va gunoh ishlar qilinadigan joylardan uzoq bo'lish. Qayerda ko'p ma'siyat bo'layotgan bo'lsa, fitna bo'layotgan bo'lsa, gunohlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha joydan qochish kerak. O'sha joydan qochish kerak aslan. Unaqa joyga bir marta borguncha inson ma'siyatning ichiga kiraversa, ko'nikib qoladi aslan. Unga bilinmay qoladi bu narsa. Shuning uchun aslida o'zini o'zi ehtiyot qilish kerak. O'sha fitnaga tushadigan joydan qochish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam xilvatda nomahram ayol bilan turishlikni taqiqlaganlar. Fitna bo'ladi deganlar. Masalan, bir nomahram ayol bilan bir nomahram erkak xilvatda hech kimni ko'zida yo'q bo'lgan joyda qabul qilib gaplashishligida uchinchisi shayton bo'ladi degan. Mana bizni huzurimizga ham qabulga keladi, shikoyat bilan keladi. Har doim aytamiz, mahrama bilan kirsin. Chunki bu shariat. Bu qanday bu? Shuni bu odamning qalbi pokmasmikin? Nega bunday qilyapti deb bo'lmaydi. Bu aksincha qalbni pokligini nishonasi, qo'rqadi. Fitnaga tushishdan qo'rqadi. Ana shuning uchun ham ulamolar aytibdiki, qalbni davolash uchun, muolaja qilish uchun fitna va gunoh bo'layotgan joydan qochish kerak.